Hammaga salom, hurmatli youtuberchilar, tuzummisizlar? Sizlar bilan 67-youtuber Ergashev Ruhon. Xush kelibsizlar suhbat playlistiga. Bugungi mavzu uxlash mavzusi. O'zi undan oldin bahona qilishga sabab qolmadi degan mavzu haqida ozgina gaplashdim. Endi uyqu haqida ham ozgina gapirish kerak deb o'yladim. Sekin ochilyapman. Mavzuni qanaqadir gaplarni gapirib, mana video olishni boshlaganimda уже bitta ikkitasida boshida qiynalaman birinchi, ikkinchi videoda, keyin o'zidan o'zi nimadir mavzular keladi, o'shani gapirish kerak, qilish kerak degandek. Uyqu temasi qanaqa ketyapti? Uyqu haqida yana qaytadigan bo'lsak, uyqu absolyutni buzib tashladim. Uyquni 3 larda uxladim, 4 da uxlab, 7 larda turdim, 12 da uxladim, 1 da uxladim, lekin eng qizig'i, xullas, вообще o'zimni o'zim to'kib qo'ydim. Oldingi videoda ham aytgandim, yana aytyapman. Undan keyin ham o'zgartirib tashlamadim. Bez bo'lib jinniga o'xshab bir shunaqa yashab yuribman-da, bilib turibman. Kechqurun o'zi bo'lmayapti-da. Mana shu Xudoga shukr, shu oxirgi 3 kun ichida men birinchi kechqurun nima bo'ldi, hozir men sizlarga aytaman. Birinchi kechqurun 9 da uxlash nasib qildi. 9 da uxlab turib, uxlab olib, shu 9 lardan ozgina oshganda uxlab, 4 da turdim, Xudoga shukr. O'sha 4 da turib, suvimni ichib, 9 da uxlashim qanaqa bo'ldi? Bitta cho'milib chiqib, kechqurun eng qizig'i, kechqurun cho'milmayapti edim. Не то junjilayam bilaman. Kechqurun nima charchab yoqmayotgandan men ko'pincha o'rganib oluvdim, ertalabga o'rganib oluvdim-da. Ertalabga bosh yuvib, o'ng cho'milib, ertalabga o'rganib qolgan edim. Kechqurun anchadan beri cho'milganim eslolmayapti edimda. Faqat ertalab har kuni bo'lsa ham ertalab cho'milishga o'rganib o'tib qolgan edim. Xullas, o'sha kuni nima bo'ldi? Ham kechqurun cho'mildim, maza qilib, muzdek dushchani oldim. Tanani zo'rani chiqazib yubordim, stressni, nimadir muammoni yo'q, miyamdan chiqazib yuborib, nima bo'lsa ham uxlayman dedim. Miyamda o'sha kuni ham nimadir mavzular bor edi, hayotimga bog'liq, yoqimsiz, bosh og'ritadigan, asab chiqadigan mavzular bor edi. Xudo nasib qildi, Xudoga shukr, ko'zimni chirt yumib, cho'milib chiqib, 9 da uxlab yubordim. 4 da turdim. Zo'r bo'ldi. Keyin o'sha 4 da turib 1 litr suv ichib yubordim. Keyin ovsyanka pishirib, ovsyanka ham yemayapti edim anchadan beri. Ovsyanka yedim. Keyin ikkinchi kuni nima bo'ldi? 9 da uxlolmadim, 10 da uxladim. 10 dan ozgina oshib uxladimda 5 da turdim. 5 da turib, men yana 1 litr suv ichdim. Maza, o'sha uyqu zo'r to'ygan. Keyin mana shu 2 kun ichida men hozir 5 da turdim deyapman. O'sha birinchi ikkinchi kunda nima bo'lyapti? Bittasida 4 da turgan bo'lsam, bittasida 5 da turgan bo'lsam, o'rtada bir 3,5 larda bitta turib qolyapman-da. Turib qolyapman. O'shani tualetga kirib chiqishgami yoki prosta toza uyqum ochilayotgani, bir ochilib qolayotgan 3,5 larda bo'ldi, kuzatishim bo'yicha. O'shanda nimani sezdim? Haqiqatda baribir 10 bilan 3 o'rtasidagi uyqu kerakligini tushunyapman-da. Chunki o'sha payt uxlayapman, shunaqangi o'chiryapman-da, miyam, tanam o'chyapti. Bitta ko'zimni ochib qolyapman, o'sha soat 3:30 bo'lyapti-da. 2 kun bo'ldi bu, 3:30 bo'lyapti. Hayot ham tez o'tayotganga o'xshayapti. Uxlasam ham tez o'tib ketyapti. O'sha резкий men energiyani sezdim. Qaytdi 2 kun ichida. O'sha birinchi kunning o'zida bilindi. O'sha yuzlarimga qon yugurishib, sal o'sha tetiklashib, odam bashara bo'lib, sekin o'sha qaytyapman-da. Ikkinchi kuni ham 5 da turdim deyapman, ham suv ichdim yana, ovsyanka pishiryapman. Ya'ni ikkinchi kuni ham ovsyanka yeyapman. Ovsyanka yemaganimga ancha bo'lib ketdi ertalab. Ovsyanka sotib olganman, ovsyanka pishira olmayapti edim eringanimdan ertalabda, kech turib. Ertalab cho'milib, kech turib ishga shoshilib chiqib ketdim. Xullas, qo'shtirnoq ichida endi ish temasini yopganman-ku, ish chiqib ketib qoldi, to'g'ri tushunasizlar. U ish haqida gapirmasligim qo'shtirnoq ichida nimaganligini tushuntirib berganman. Men xayolan ishdan bo'shaganman. Nimaga desanglar, sal videoni tushirsanglar, suhbat ichida o'sha mavzuda gapirganman, o'shani ko'rsanglar bo'ladi. Xullas, ovsyanka ham yeyapman, suv ham ichyapman maza qilib. Ikkinchi kunda ham aytgancha kechqurun cho'mildim. Cho'milib uxlab oldim 10 da bo'lsa ham, 5 da turib. Eng qizig'i nima bo'ldi? O'rtoqlarim bilan gaplashishim kerak edi. Ertalab gaplashib oldim-da, zo'r bo'ldi. Kecha ham uxlamadim, vohli uxlab, bemalol masalan, o'rtoqlar bilan gaplashib, kecha ham qolib ketmadim-da. Kechqurun yig'ishtirib qo'ydim, gaplasha olmayman degandek. Ertalab bemalol gaplashdim. Hamma xursand, o'rtoqlarim ham, o'zim ham. Xullas, bu taraflama ham zo'r bo'ldi ertalab turganim.
2 kun zo'r. 3-chi kun nima bo'ldi? 3-chi kuni уже kecha nima bo'ldi? Cho'milib chiqdim. Bu gal 11 da uxladim. 11 da uxladim. 11 dan ozgina oshganda uxladim. Ertalab 6:20 da turdimda. Почти yana 7 soat uyqu bo'ldi. Bunda ham maza qildim. Bunda ham zo'r bo'ldi yana. Turib reski yana 1 litr suv ichib yubordim. Yana ovsyanka pishirdim. U yoq bu yoq dam olib, nimadirlar qilib, keyin o'sha ko'chaga chiqib ketib, ovqat kontentini olib kelib, yana mana bu yerda hozir kontentga harakat qilyapman. O'shanga nima demoqchiman? Uyqu haqida. Uyquda вообще sezildi. 3 kunning ichida meni hayotim o'zgartirib yubordi, ishoninglar. 3 kunning ichida. 3 kunning ichida silishkim menda farq sezilib ketib qoldi. 99% farq sezildi. 99% o'zgardi o'sha hayotim. Chunki qaysidir ma'noda 99% o'zgardi, 99% hech nima o'zgarmadi. Qaysi ma'noda? Chunki hayot tez o'tyapti. Uxlasam uxlar ekanman, o'zim uchun foydali bo'lar ekan. Uxlamasam ham hayot o'taveradi. Nimagadir qotirib erishib qolmayman. Kech uxlab ham 2 soat, 3 soat kech uxlab ham nimadir yutib qolmayman. Voqli uxlasam ham o'zim kerakli soatda energiyani olib olamanda. Ertalab уже уже motivatsiya ham kerak emas, nimadir ham kerak emas. Просто tak уже miyam уже to'yda bo'ldi, tursa arziydi уже deb turyapman-da. Ham 3 kunida ham kechqurun cho'mildim. Oladigan o'zimga xulosalarim nima bo'ldi? O'sha 3 kunning ichida kechqurun cho'milish kerak ekan, issiq suv dush qilish kerak ekan, muzdek qilib, issiq qilib, tanani o'ynatib, ichidagi odam g'uborni chiqazib olish kerak ekan. Ertalabdan ko'ra kechqurun muhim deb o'yladim menga. Ertalab ham muhim menimcha, meni hozirgi sharoitim ko'proq kechqurun kerak deb o'ylayman. Kechqurun o'sha xullas bitta svejiy bo'lib olib, bitta vaqtida uxlab olib, ko'zni chirt yumib, nima bo'lishidan qat'iy nazar uxlab olib, keyin yana 4 da turibman, 5 da turibman, o'ylaverish kerak ekan. Nima o'ylashmi, nima masalan kontent ko'rishmi, kino ko'rishmi, ovqatlanishmi, kimdir bilan gaplashishmi, o'sha bitta uxlab olgandan keyin o'ylash kerak ekan. O'sha 10 bilan 4 orasidagi o'sha ideal narsa yo'q-da, o'sha 10 bilan 4 dagi 100% ideal narsa va uyqu ekan. Bu yerdachi shunchalik o'zim zo'r tushunganimdan borib, bu narsani вообще ko'p qaytargan bo'lardim. Men tushunmaganman haligacha. Men hozir motivatsiya kelgan paytda aytib qo'yaman-da, sizlarga ham. O'zimni soxta ko'rsatmay, chunki 3 kun qila oldim. Oldin ham bilardim shu narsani. Ko'p ma'lumot ham eshitdim hammadan. 10 bilan 3 orasidagi uyquni uxlaylar, yoshlik gormon ajralib chiqadi, energiya ajralib chiqadi, uxlash kerak. U kech uxlamaylar, 1 da uxlamaylar, 2 da uxlamaylar, foydasi yo'q undan keyingi uyqu deb rosa ko'p eshitdim. Men ham o'chirib qo'yotgandim, nimadir ko'rib, 1 da uxlayman, 2 da uxlayman deb shunaqa sal darmiyatchi ham bo'lib qoldi yashashim. Xudoning fazli marhamati bilan Xudo o'sha nasib qildiki, shu 3 kun deyman, 3 kun mana shunaqa uxlab maza qildim. O'sha o'zgarish bor, yaxshigina o'zgarish bor. O'sha nima bo'lyapti? Menda qaranglar, menda planka nima qanchalik tushib ketdi-yu, endi qanchalik balki ko'tarildi. Просто kelib turib, mana kech kunning oxirida bitta cho'milib olib, vaqtida uxlab, ertalab turib, 1 litr suv ichib, suvga boyitib, organizmni bitta ovsyankani pishirib yeb olishim menga bu katta o'sha motivatsiya beryapti-da. O'sha men успешный his qilaman-da o'zimni. Chunki nimaga? O'sha Можно-da, hamma narsa vaqt bor. Kino ko'rasanmi, kontent ko'rasanmi, просто tak o'tirasanmi, yo yana cho'milib chiqasanmi, как ertalabki. Xullas, nimadir kontent olmasam ham, kitob o'qimayotgan bo'lsam hali yoki nimadir foydali ish qilmayotgan bo'lsam ham, просто tak vaqtida uxlab, vaqtida turish, kechqurun cho'milib chiqish o'sha menga silishgan katta motivatsiya bo'lib ketib qoldi, ishoninglar. O'shanga shuni aytmoqchi edim. Bilaman, ahvol chatoq, ahvol nito, xullas, oldingi videoda ham aytgan edim. Xudo xolasa yozdaman ham degan edim, yozmay ham qo'ydim. Bugundan boshlashim kerak. Va'da bermayman, yana va'da berib qo'yib qilmay yurib, o'zi shunaqa bo'lib qoldi. Va'da berib sekin chopib yuboraman bitta videodan keyin. O'shanga uyqu bo'yicha men o'zimga ham eslatma nazarida ham gapirib, miyam tushunsin deb yana gapiryapman. To'g'ri tushunasizlar. Sizlar o'zingizlar bilasizlar, hamma rejimiga qarab uxlayversin. Ishga qarab baribir uxlash kerak. Kechqurun bo'lsa обязательно kunduz uxlash kerak ish. Ish kechqurun bo'lsa, ish kunduzi bo'lsa kechqurun uxlash kerak.
Prosta hozirgi paytda menda ideal tushib qoldi. Xudo nasib qilib kunduzgi ishim bo'lyapti. O'shaning uchun kechqurun eng foydali uyquni olishim kerak. Men qadrlamayapman, ko'p qadrlamadim, shukur qilib. Kechqurun vaqtda uxlolmayapman. Shu yosh kuchimga ishonib, energiyamga ishonib, o'zimcha kechqurun nimadir ovqatlanib, nimadir ko'rib, nimadir ashula eshitib, nimadir foydali qilib, nimadir o'tkazmadim-da, xullas. 3 kun ichida ko'zni chirt yumib, hayotda nimadir temalarim bormi, bosh og'ritadigan, o'ylaydigan narsalar bo'lsa ham cho'milib, vaqtida uxlab oldim, haqiqatda arzidi lekin boru. Men yana keyingi o'sha hayotimdagi boshqa mavzularni chuqurroq, yaxshiroq o'rganib, yaxshiroq yechim berishi mumkin bo'lgan narsalarni qo'lga kiritar ekanman. O'shaning uchun yana aytaman, Rixom, bugun ham oxirgi uxlashimiz kerak, bilyat. Unaqa shuncha gapirib yana bugun parod qilmagin deb, вообще o'sha sharmanda bo'lib ketildi, unaqa u bet qolmadi-yu. Unaqa yillab cho'zib yuraveramiz uyquni o'zini. Menda shunaqa gaplar o'rtoqlar. 67-youtuber uyqu haqida ozgina gapirishim kerak edi. Shu nimani ma'qul deb o'ylaysizlar? Maxluqdek yashashmi yo yaxshi inson bo'lib o'lishmi? La'natlangan orol kinosidan oxirgi epizoddan olindi bu gap. Shu. Charchamanglar, sizlar bilan Rixom bo'ldi. Yana boshqa mavzularda yana gaplashish, ko'rishish, diydorlashish nasib qilsa, mamnun qilib o'chirib yuboramiz.